Hozircha ulardan qani Oliy sud raisi? Qani ma'murlaring san? Usmonov san ham tur. Men mutlaqo noroziman. Hamma sandan ham, hamma butun elda oldida aytayapman. 3 oyda ichida hamma 4 ta o'ngga ham ishta olaman. Sen o'ylama tag'i sayladi-yu qo'yadi deb. Yo'q. Meni vakolat menga xalq bergan. Tamam, boshqa hech kim emas. Sizlar oyog'ing yerdan uzilsa, men seni insofli deb qo'yganman o'sha yerda. Daftarga senga olib kelib plus minus qilib berayotganini men ham eshityapman. Men senga aytishdi o'rtoq Ismoilov. U o'yinlaringni yig'ishtir. Umring uzoq bo'lmaydi. Shuning uchun sen ham unutma. Nima uchun men bunday qattiq gapiryapman? Biz hozir aytyapmiz, sudni tayinlashdan oldin bu o'zi bordi, Andijonga bordi. 10 ta sudni olib yurib, 10 ta mahallaga olib bordi. Bironta mahallani ahli yo faollari sudni raisini tanimaydi. Tanimaydi. Odam bilan ham nafas bo'lsin u sabuloqi. Qaror chiqarishimiz tarbiya-ku. U qamagan odam ham O'zbekiston fuqarosi-ku. Bu degan noinsof sudlarga mana 3 ta turibdi mo'un, bir tiyinga qimmat hammasi. Men o'zim hali odam tarbiya qila olmayapman. Eng katta bizda vabo bu sudlarda. Parlament so'rovi orqali haqqoniy vaziyatni tahlil qilishi, Oliy sud va sudyalar Oliy kengashi bilan birga muammolarni hal etish choralarini ko'rish lozim. Men o'ylayman bu adolatdan bo'ladi. Ham pastdan mahallalar, ham tepadan sizlar. Zora bularni albatta hozir juda ko'p o'zgartiryapmiz. Lekin men har safar aytaman, bir yelkada iymon, bir yelkada shayton. Iymonli bo'lib 6 oy chidaydi. Lekin uni yo'ldan shayton uzadi, buzadi. Nimaga desangiz, u bola korrupsiya hidi boshqa. Unda muftalo bo'lolmaydi hamma. Unga bas kelolmaydi hamma. Millatni sevgan odam bas kela oladi. O'rtoq Murodov degan narsa ham yozib qo'ysin. Murodov degan maslahatchi qayerda o'tiribdi? Siz yozib qo'ying, shunga javob beradigan odamsiz siz. Hadi maqtab kiraverasiz sud mutlaringizni. Sudya qonunga o'z kasbiga xiyonat qilsa, dodini kimga aytadi odamlar? Oxirgi yillarda qarayib 50 nafar sudya jinoiy javobgarlikka tortildi. Joriy yilning o'tgan 6 oy davomida 7 ta sudya jinoyatga qo'l urdi. Misol uchun, Andijon viloyati xo'jalik sudi raisining o'rinbosari Abdullayev fuqaro Nuraliyevdan 150 ming AQSh dollari olayotgan paytda qo'lga olindi. Asosiy vazifa va burchi oqni oqqa, qorani qoraga ajratish, adolatni himoya qilishdan iborat bo'lgan sudya qonunga o'z kasbiga xiyonat qilsa, dodini kimga aytadi odamlar? Adolat izlab qayerga boradi? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini suvereniteti, ya'ni uni o'sha poydevori poymol bo'lib rasvo chiqyapti. Bu ma'muriyatga sudyalar bo'lgan joylar shu yuqori chirchiq sudyasi, Toshkent viloyati sudyasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va hokazo. Bu masala O'zbekiston Respublikasi Kadastr palatasi tomonidan bo'layotgan bu qonunlarning buzilishi va unga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qarshi, ya'ni bu qonunlarning buzilishini bartaraf etilishi hech qanaqa amal ishlamayapti. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qalbaki hujjatni qabul qilib, uni egasidan qabul qilib, uni eshitib va bizlarni shu yillar davomida jarima qilib, va bundan tashqari mana aka Bahrom Shermuhammedov ham izolyatorga chiqib, ular, ya'ni sudyalar, ya'ni o'sha qalbaki hujjatni aylanib yuribdi haligacha. Hozirgi kunga, hozirgi daqiqacha aylanib yuribdi hammasi. Mana bu o'tgan nima kadastr bo'yicha 2018-yil 5490 farmondagi 16 son elektron hujjat. Mani kadastr hujjatimda xuddi o'sha 16 son elektron hujjat bor. Lekin bizani azobda qoldirgan o'sha qalbaki hujjat bilan kadastr qilib bizning uyimizdan kadastr qilgan o'sha odamda 16 son elektron hujjat yo'q. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tarafidan bu migratsiya bo'limi va qalbaki kadastrga egasiga, ya'ni propiska olib bergan pasportiga-da bo'lgan endi. O'sha qalbaki hujjatga-da Ichki ishlar vaziriga endi
nima bo'ldi? Haligi qalbaki hujjati bilan alomati yo'q, qalbakilik alomati yo'q degan bir menga har xil bir javoblarni beryapti. Hammasi go'yoki legalmi u nimasi o'sha qalbaki hujjat. O'zbekiston Respublika Konstitutsiyasi tuzatib ishladimi? Sudga keldimi? Sudya undoq delani varaqlaganda ko'z bilan skanerovat qilish kerak, vertikalni gorizontalni bilish kerak, uni x y z da nimalar joylashgan, nimalar bo'lib turibdi u yerda. Bitta qarashda bilish kerak u narsani. Chunki u qasamyod qilgan bu. Qonunlarga bo'ysunaman deb. Lekin buni aksi bo'ldi. Ya'ni sudyalar haligi qalbaki hujjat, ya'ni jinoiy alomati bor hujjatga ular haligi qo'llab-quvvatlab kelmoqdalar. Xullas shu. Nima uchun konstitutsiya ishlamayapti adolat? Nima uchun konstitutsiya temirdek bu amalda ishlamayapti? Kim aybdor bunga? Kim? Bu Adliya, Ichki ishlar vazirligi, Oliy sud, viloyat sudi, prokuratura va hokazo yana bir qancha joylarga murojaat qilganman. Qisqasi konstitutsiyani rasvosi chiqib o'sha devordagi suverenitetdagi devori poymol bo'lib juda bir ayanchli ahvolda. Amalda ishlamayapti adolat. Umuman ishlamayapti. Mana shu aytgan sudyalarga bu taalluqli. Balkim qayerdadir bordir, buni haligi adolat sevadigan, konstitutsiyani bir temirdek qattiq, Stalinoy amalda qo'llaydigan. Lekin men uchramadim bunaqa sudya.
Komiljon, qalbakilashtirilgan, endi ichki ishda ko'radi ularni anaqasida. Ular 228 ularni ularni vakolatiga kiradi deyapsiz. Moddasi bo'yicha ularda vakolati bordi. Biz ularga qo'zg'atasan 228 bilan deb bersak, shu yerda 220 alomati bo'lsa qo'zg'atgin deb beramiz. Ular qo'zg'atib, vakolati bor bemalol yetadi. Biz agar misol uchun ular qo'zg'atmasa, bizga olib keladi materialni ko'rishimiz kerak biza. 29 oktyabr jo'natilgan ekanda. Men hozir bugun 15-nimada, Yo'q, yanvar bunisini 90 kun bilmadim o'tib ketdi-da, siz bilan uchrashganimiz. Inspektorimiz hozir o'qishda. 17-chi. Jasur, Qumchiqondami? Chiqamiz. Anaqa bozorga chiqib tusharkanmiz. Nima qilish kerak? Nima bo'ldi? Aytdim sizga tushuntirib, sho'rva tashab qo'yiladi-da. Dobriyroq bo'lishi tug'ilgan kuni-ku bugun to'g'rimi?
Siz qilgan hujjatingiz ko'rsa bo'ladimi? Manda kadastr bor, ha? Yo'q, ko'rsa rasm olaman bo'ladi. Bunaqadan ovali bor. Kimda? Kadastrda. Manda bor, hammasi. Yo'q, menda bor deganingiz qanaqa? U sizda bor-ku. Men lekin ko'rishga haqqim yo'qdi. Siz ana uyga kirib bo'shatlaring degan bir komanda berib, qanaqa tushunsa bo'ladi buni? Buni xuddi shunday tushunsa bo'ladi, u mening mulkimda. Yo'q, xo'p, qarashu, sizning mulkingiz. Men uy egasiman Mana mana. qo'ymadim, sen ham ko'rsat menga. Ko'rsat. Ko'rsana, keling mana. Mana originalni olib keldim. Men naloga o'tib menga o'tib Nimasi o'tib ketgan sizga? kadastr. Bu savol tug'iladi. Nima uchun kadastr buni chiqarib tashlash kerak edi? Shu katena demoqchiman. Hali yengillanmagan, seniki eski tur. Nima maniki 2009-yil prezident farmoni bilan yengillangan. Men 23-yilda olganman. Sen o'zingnikini borib yengillashing kerak. Hozir seniki hali sen nomingda ham emas menimcha. Tiriman o'sha yerdaman. Tirik bo'lsang, ovoz Meros qilmasdan oldin siz DSP qilish kerak emas edi bu umuman qoida bo'yicha. Men amakingni nomidagini oldim. Sen nomingdagiga tegmadim. Xo'p, amakim nomida men qani ko'ring, men rasmga olib ketaman. Bu ikki kvartirani qo'yamanda joyimga. Ukang tez 3 kun so'rab berganman. Ya men uni hammasini eshitdim. Men qanaqa qilib siz o'tga kirasiz o'tga? Men Meni mulkim, men kiraveraman. yo'q, men ko'rmadimmi siz mulkingizni? Qanaqa kirasiz? Men ko'rmasdan turib bu narsani. Siz qonunga qarshi turyapsiz hozir. Men qonun bilan ishlaydigan odamman. Ya men siz bilan men gaplashadigan gapimiz yo'q o'xshayapti. Shavkat aka, eslasangiz, meni pochchamni akasi bir o'tib qolganda bankomat oldida uchrashdik. Tamoyil 1 yildan oshib ketdi unga. O'shanda ham bir sunnat kelganda o'sha yerda kelgansiz. Men Fataha dedim, esimda bor. Siz ham kelib, lekin nima o'zingiz bilan hujjat olib kelmagansiz, kopiya olib kelmasiz va hokazo. O'zingiz quruq borib, ya'ni o'sha men bir hujjatga qo'l qo'ysak bo'ldi deb o'sha gaplarni gapirgansiz. Yo, sen 100 demoqchiman. Gaplashib turibmiz-da, lekin haligacha men bilmayman haliga. Yo'q-da, hujjat og'zaki gapda hammasi. Okey. Men olmaginda, sen uni davlat kadastr tashkilotiga borgan, o'rtoqladigan. Mana masjid bizarni mana adamga yarmi amakimga tegishli edi. Mana shu odam borib kiraman deyapti. Shuniki to'g'rimi? Ko'rib beringlar desang, Xo'p, familiyangiz nima sizning? Murodov Shavkat. Murodov Shavkat demangiz, otangiz ismlari? Yo'ldashevich. Kvartiram bor mana. Men shuni qo'yaman. Lekin mana Hujjatni ko'rsatmaysizmi hozir? ko'rsataman. Mayli. Nima deysan? Qani fikringni ayt. Endi borib, men aniqlashtiray birinchi nimasini. Kadastrga borib. Qanaqa qilgan, kim qilgan uni vobshe? Notarius qilgan. Notariusda o'tgan. Ya notarius sizga bitta narsani aytaman. Amakim rahmatli tirik paytda, ana Mirali aka jiyani o'z bilasiz yaxshi. O'shalar o'sha uyni 3 ta xona olmoqchi bo'lganda, biz notariusga, davlat notariusiga borganimizda, ular aytishdiki, "Men bitta uy egalari bor ekan, nabira, qani ular?" Ular rahmatli bo'lib ketgan. Ayya, undan o'shani merosini qilib, tirik odam bo'lganda, tirik odam. O'tib ketgan odam bo'lsa, uni qo'zg'atib bo'lmaydi, u javobgarlik tortiladi dedi. Jinoiy tarafga ham ketishi mumkin dedi-da. O'shandan keyin to'xtatildi. Hujjat qilish iloji bo'lmadi. Bafshi nima uni bilan solishtirsa, bilmayman nima. Ha, ketdi. Endi men bilan gaplashasizlar. Bo'ldi, tushunarli.